25. Bab. Festus, Felix'in o'rniga vali bo'lib, Yahudiya o'lkasidagi Qaysariyaga kelib, 3 kundan keyin Yerusalimga borgan edi. Oliy ruhoniylar bilan Yahudiylarning oqsoqollari Festusga Pavlusning ustidan shikoyat qilib, uningdan Pavlusni Yerusalimga avatib berishni o'tinib so'rdi. Chunki ular yo'l ustida Pavlusni o'ltirishni qasdlagan edi. Lekin Festus ularga Pavlus hozir Qaysariyada solaqda. Men yaqinda u yerga qaytib ketaman. Sizlarning oqsoqollaringlar men bilan birga bo'lsin. Agar uning biror qonunsiz qilmishlari bo'lsa, ular shu yerda shikoyat qilsa bo'ladi, deb javob berdi. Festus ularning orasida 10 kuncha turib, Qaysariyaga qaytib keldi. Ertasi sot ichib, Pavlusni sot maydoniga elib kelishni buyurdi. Pavlus kirgandan keyin Yerusalimdan kelgan Yahudiylar uning atrofiga olishib, uningga nurg'un ig'ir jinoyatlarni ortib, uning ustidan shikoyat qildi. Biroq hech qaysisiga isbot ko'rsatib bera olmadi. Shuning bilan Pavlus o'zini oqlab, men Yahudiylarning qonuniga, markaziy ibodatxonasiga yoki Rim imperatoriga qarshi hech qanday jinoyat o'tkazmadim, dedi. Lekin Festus Yahudilarga yaxshi ko'rinish uchun Pavlusdan seni Yerusalimga opirib, u yerda bu shikoyatlarga asosan sotilsam qandaq deb so'radi. Olmaydi, deb javob berdi Pavlus. Men hozir Rim imperatori Qaysarning huquqi bilan tayinlangan so'roqchi oldida turman. Meni so'roq qilishga tegishli mana mushu. O'zingizga ma'lum, men Yahudilarga qarshi hech qanday jinoyat o'tkazmadim. Agar jinoyatim bo'lsa va o'limga loyiq biror ish qilgan bo'lsam, meni jazolmang deb talab qilmagan bo'latdim. Ularning mening ustimdan qilgan shikoyatlari amaliyotga uyg'un emas. Shuning uchun hech kimning meni ularga topshirib berishga haqqi yo'q. Men Rim imperatoriga arz qilaman. O'zi meni so'roq qilsin. Vali Festus maslahatchilari bilan maslahatlashgandan keyin Pavlusga sen Rim imperatori Qaysarning so'roq qilishini talab qilding. Shunga uning oldiga elib berilsan, dedi. Bir necha kundan keyin Agrippa xon bilan singlisi Berniki Festusning valilik mansibiga o'tirganligini tabriklash uchun Qaysariyaga keldi. U yerda bir necha kun turgandan keyin Festus Pavlus to'g'risida Agrippaga mundaq dedi. Bu yerda Felix qoldirib ketgan bir mahbus bor edi. Men Yerusalimga borganimda Yahudi oliy ruhoniylar bilan oqsoqollari uning ustidan shikoyat qilib, mendan uni jazolashni talab qilishdi. Men ularga Rimliklarning qonuni bo'yicha so'roq qilinuvchi, arz qilguvchi bilan yuzlashtirilishdan va uningga o'zini oqlash fursati berilishdan ilgari uning ustidan hukm chiqarishga bo'lmaydiganligini aytdim. Ular bu yerga kelgandan keyin men vaqtni kechiktirmay, atsizlar so'roqni boshlab, u kishini so'roqqa akilishni buyurdim. Arz qilguvchilar o'rnidan turib, uning ustidan shikoyat qilishdi. Lekin ularning shikoyatlari mening o'ylaganimdek jinoyat haqida emas edi. Aksicha, ularning bu kishi bilan talash-tortish qilishini o'z dini haqidagi masalalar va Ayso ismli bir kishi haqida edi. U kishi o'lgan bo'lib, Pavlus bo'lsa, u tirildi deydi ekan. Bu masalani men zodi qandoq aniqlashni bilmadim. Shuning uchun men Pavlusdan Yerusalimga berib, u yerda bu shikoyatlarga asosan so'roqqa tortishga rozi bo'lish bo'lmasligini so'ragan edim. Halbuki Pavlus Rimda Rim imperatorining oldida so'roq qilinishni talab qildi. Shunga men uni imperatorining oldiga avatganga qadar so'loqda tutib turishni buyurdim. Agrippa Festusga menmi bu kishining so'zini anglab boqay, dedi. Eti anglaysiz, dedi Festus. Etsi Agrippa bilan Berniki hayvatlik tantani bilan yig'in zaliga kirib keldi. Her qaysi qo'mondan
ve şehir katıvaşları mı ular bilen birlik kelişti. Festus'un emir verişi bilen Paulus elip kirildi. Vali Festus mundaq dedi. Agrippa xan aliyleri ve sorun katlaşkan canabla bu kişini körüp turupsizlar. Bütün Yahudiler bu yerde ve Yerusalim'de ölüm cezası berishni qattiq talab qilgan kishi mana shu. Lekin men uningdan ölüm cezası berishga tegishli biror jinoyat topolmadim. Hozir u meni Rim imperatori so'roq qilsin deb iltimos qildi. Shuning bilan uni Rimga avatishni qaror qildim. Biroq bu kishi haqida menda podshoga ma'lum qilgudek ochiq ma'lumot yo'q. Shunga ahvolni tekshirish orqali biror ma'lumotga ega bo'lish maqsadida uni har birlarining oldiga, bo'libmi Agrippa xon oliylarining oldiga elib keldim. Chunki meningcha mahbusni Rimga avatib, uning ustidan qilingan shikoyatdan tafsili ma'lumot bermaslik to'g'ri emas.